U tashlandi qamoqxonada arvohlar bilan gaplashdi. Dima ismli bu odam Rossiyadagi qadimiy tarixga ega Kresti, ya'ni xochlar deb nomlangan tashlandi qamoqxonaga ekspeditsiyaga bordi. U qamoqxonaga kirishi bilan qo'rqinchli holatlarga duch kela boshlaydi. Dastlab bu kiraverishda turgan mana bu qizil dog'li stulga chalg'ib turganida mana shu g'alati ovozlar eshitila boshladi. Dima bu signalga o'xshash ovozni tashqaridan keldi deb o'ylab, yo'lida davom ettiradi va u binoni markaziga kelib, navbatdagi yo'l marshrutini aniqlayotganida, uning kamerasi mana bu tasvirlarni suratga oladi. Yaxshilab qaralsa, u yerda ko'zlar yonib turgan qanaqadir jonzot qarab turganini ko'rishimiz mumkin. Dima buni payqamasdan binoni yuqori qavatlariga chiqishga qaror qiladi va bunda u juda ham tor yurakni siqib yuboradigan zinadan foydalanadi. Dima dastlab binoni 3-qavatiga chiqib, u yerdagi xonalarni tekshirib yurganida, u yana etni jimirlatadigan tovushni eshitadi. Lekin bu safar tovush ancha baland va yaqinroqdan eshitildi. Eng qizig'i, Dima bu yerdan chiqib ketish o'rniga o'sha ovoz kelgan tomonga qarab yura boshlaydi va binoni 1-qavatiga, ya'ni mahbuslar so'roq qilinadigan joyga tushdi. Va voqeaning eng kulminatsion nuqtasi Dima aynan mana shu joyda juda ham qo'rqinchli bir tadqiqot qilishini aytadi. Ya'ni mana bu kichkinagina televizor orqali paranormal holatlar bilan aloqaga chiqmoqchi bo'ladi. Tadqiqotning boshida u agar shu yerda bo'lsangiz, menga televizor orqali aloqaga chiqing deb aytadi, lekin hech qanaqa belgilar boshida bo'lmaydi va u biroz kutishga qaror qildi. Eng qizig'i, kutilmagan vaqtda televizorning ekraniga qanaqadir tushunarsiz ishoralar kelib tusha boshlaydi. Здесь кто-нибудь есть? To'g'risi, bundan keyin sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, bu qamoqxonami yoki qiynoqxonami degan fikrga borib qoldim. Agar sizga ham voqeaning davomi qiziq bo'lsa, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha